Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 26 iyun Sharq Turkistonning yaqinqi zaman tarixidagi eng dahshatli qirg'inchilikdan biri 5 iyul Urumchi qirg'inchiligining boshlanish nuqtasi bo'lgan Shavgan qirg'inchiligining 16-yili. Shavgan qirg'inchiligi mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga qaratgan irqiy kamsitish siyosatining bevosita mas'ulidan iborat xolos. 2009 yili 6 oyning 26 kuni Guangdongning Shavgan shahridagi Shuri o'yinchoq zavodida ishlayotgan 800 atrofida Uyg'ur ishchi kechilik uyqusini uxlayotganda planli holda zavoddagi va yaqin atrofdagi minglarcha Xitoyning hujumiga uchirgan. Xitoylar qo'lida palto pichoq va temir kaltak bilan qurollanib, begona Uyg'ur ishchilarni qo'g'lab yurib urib, necha yuz kishini og'ir yaralandirgan va rayimsizlarcha kaltaklab o'ltirgan edi. Ayni vaqtda 10 minglagan irqchi Xitoy shovinistlari Qashqarning Konishar, ya'ni To'qqizoq nayisidan majburiy ishlamchilik elib kelingan Uyg'ur ishchilarga g'aljirlarcha hujum qilib, bir qism Uyg'urning echinishli holda o'lishini va og'ir yordar bo'lishini keltirib chiqargan edi. Bo'libmi bu yerda eng diqqatni qo'zg'aydigani, bu hujum ashundaq dahshat bilan sahar soat 4 gacha davom qilsa-mu, shu vaqtgacha biror saqchi kelmaganligi yoki ularni birorning to'sib qolmaganligi edi. Shu chaqda mazkur qonliq voqeaning jarayonlari ijtimoiy taratqularda keng tarqaldi. Bo'libmi ishkir o'lkalardagi Xitoy fashistlarining kevkiyo to'plarida nihoyat keng tarqalgan edi. Ayni chaqda zavodning yotoq binolaridan bu qonliq manzarani tomosha qilayotgan Xitoylar Uyg'urlarning hujumga uchirgan ko'rinishlarini xuddi bir g'albini tantan qilgandek bir-biriga avatishib, nihoyat keng tarqatgan bo'lib, texi inkaslarda qancha hayvon o'libdi degan savollar uchraydi. Hatto bir qism videolarda bu qonliq zo'ravonlikni tomosha qilgach videoga tortayotgan Xitoylarning Uyg'urlarga hujum qilayotgan Xitoylarga varqirab turib, "Avu yerda bir kabobchi bor, ana avu yerga bir yo'shirni oldi" deyotgan ovozlarim bor edi. Shu kuni kechasi tarqalgan sin ko'rinish, axborot vositalari va Sharq Turkiston xalqining diqqatini tortgan bo'lib, bu qonli qirg'inchilik Sharq Turkiston xalqini va bu yoshlarning oilasini bir tarafdan qattiq g'azablantirsa, bir tarafdan andishiga solgan edi. Xitoy hukumatı va atalmish Uyg'ur Abtonom rayonlik hukumatining hech qanday inkas bildirmay aksicha Uyg'urlarni gunohkor ko'rsatishga urinishi, atalmish Xinjiang Uyg'ur Abtonom rayonlik hukumatining qo'rchaq raisi Nurbekirning ba'zi Uyg'urlar yerliklarga po'xirlik qilg'achqa, yerliklarning hujumiga uchirgan deb gunohni Uyg'urlarga ortishga urinishi, Sharq Turkistondan ishchi nomida Uyg'ur qizlarini yo'tkashga qarshi arantirgan xalqning g'azab nafratini tashirgan edi. Ayni vaqtda Xitoy matbuotlarida bu voqeada o'ldirilgan Uyg'urlarning soni haqida farqli ma'lumotlar berilgan. Bir qism shohidlar voqeada oz deganda 40-50 Uyg'urning o'lganligini tilga olsa, Xitoydagi Sina, Tingshuan, Boshun qatorli Xitoy torbatlari 12 nafar Uyg'urning o'lganligini e'lon qilgan. Xitoy hukumatı bo'lsa rasmiy bayonotida har ikkalisi Qashqarning To'qqizoq nayisidan kelgan Hoshimjon Ahmad va Sodiqjon G'ozi ismli ikki Uyg'ur ishchining o'lganligini, 80 nafar Uyg'ur ishchining yenik darajada yaralanganligini e'lon qilgan. Mana shuningdek Xitoy doiralarining bu voqea haqida ochiq oshkor bo'lmasligi va bir Xitoyni jinoiy javobgarlik tortmasligi Uyg'urlarni qattiq norozi qilib, zo'r jamoat fikri hosil qilgan. Natijada Uyg'ur torbatlarida e'lon qilingan chaqiriqlarga asosan shu yili 7-oyning 5-kuni Sharq Turkistonning janub-shimoldan kelgan necha yuzlagan Uyg'ur yosh tinchlik bilan adolat talab qilib, Urumchi ko'chalariga chiqib, tinch shakllik namoyish qilib, atalmish Xinjiang Uyg'ur Abtonom rayonlik xalq hukumatining oldida hukumatdan bu adolatsizlikka javob berishni talab qilgan edi. Afsus, Xitoy hukumati bu tinch shakllik namoyishni qonliq bostirib, Urumchi qirg'inchiligining kelib chiqishiga sabab bo'ldi va oxirida dunyoni zilzilaga solgan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligiga aylangan edi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotida mundaq deyilgan: Xitoy hukumatining 90-yillarning beshida Sharq Turkistonga qarata tuzib chiqqan siyosatida mayli hukumatga qarshi milliy harakatlar bo'lsin, norozilik harakatlari bo'lsin yoki yerli xalq bilan Xitoy millat o'rtasidagi ziddiyat va ixtiloflar bo'lsin, umuman hammasila xarakter jihatdan milliy bo'lginchilik kategoriyasiga kirgizgan bo'lib, milliy bo'lginchi degan gap Xitoy hukumatining va Xitoy fuqarolarining nazarida dushman deganlikdan iborat.
Xitoy hukumatı Sharq Turkiston xalqini nazorat qilinadigan va ehtiyot qilinadigan xatarlik jamiyat qilib bekitgan bo'lib, Xitoy hukumatining bu jihatdagi g'oyat zo'r tashviqotlari tufaylidan bu xil ideya Sharq Turkistondagi hukumat tarmoqlari va Xitoy fuqarolaridan halqib, Xitoyning ichkari o'lkalarga yeyilishga boshlagan. Uyg'urlar masalasida Xitoy hukumati bilan har qaysi o'lkalar va shaharlar o'rtasida va Xitoy xalq ichida fikr va harakat jihatda birdeklik va o'xshashlik bor bo'lgan. Shogun vaqasi hargizmo Xitoy hokimiyatining bayon qilgandek odatdagi bir ijtimoiy majra emas, aksicha uning cho'nqur siyosiy arx ko'rinishi bor. Shogun vaqasi Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon Uyg'urlarga qartib kelgan irqiy ayrimchilik va irqiy kamsitish siyosatining bevosita mahsuli. Dünya Uyghur Qurultayıdan bir heyet mushu ayning 24-kunidan 26-kunigacha Germaniya poytaxti Berlinda bir yurish faoliyat elib borgan. Va Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon apandimning bildirishicha, Dünya Uyghur Qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin, Dünya Uyghur Qurultayining sobiq raisi Dolqin Aysa va G'ayur Qurbonlar mushu ayning 24-kunidan 27-kunigacha Berlindagi Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan turk tashkilotlari bilan uchrashish elib berib, Sharq Turkistonning yaqinqi vaziyati va davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida ma'lumot berib, fikr almashtirishlarda bo'lgan. Shundaqla ularning Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bilganligiga alohida rahmat aytish bilan birga, Sharq Turkiston xalqini davomli qo'llash va Uyg'urlarni bu da'voda yolg'iz qo'ymaslik haqidagi o'zlarining fikr talablarini bildirgan. Mazkur hay'atdan Dolqin Aysa va G'ayur Qurbon apandilar mushu ayning 25-kuni O'zbekistonning Germaniyadagi bosh elchixonasida elib berilgan Germaniya sayohatchilar birlashmasi bilan O'zbekiston elchixonasi birlashib o'tkazgan madaniyat kuniga alohida taklif bilan qatnashgan bo'lib, bu faoliyatga O'rta Osiyo davlatlarining Germaniyadagi bosh elchilari qatnashgandan boshqa 300 dan ortiq mehmon qatnashgan bo'lib, bu faoliyatga O'rta Osiyo davlatlarining Germaniyadagi bosh elchilari qatnashgandan boshqa 300 dan ortiq mehmon qatnashgan. Dolqin Aysa apandining bildirishicha, bu faoliyatda O'zbekiston bosh elchisi bilan ko'rishib, ularning da'vati uchun rahmat bildirib, Uyg'ur va o'zbek xalqining bir xalq va o'xshash madaniyat, o'xshash til va o'rtaq tarixga ega xalqlar ekanligini aytib, bosh elchi bilan ayrim suhbatlashish fursatiga erishgan. Shundaqla O'zbekiston bosh elchixonasining milliy uslubda yasalgan bog'chasida o'tkazilgan bu faoliyatga qatnashgan mehmonlarga Uyg'urlar bilan o'zbek xalqining o'xshash til, o'xshash madaniyat va bir xalq ekanligini tanishtirib, O'rta Osiyo davlatlaridan kelgan boshqa mehmonlarga Uyg'urlarni eslatib o'tgan. Qurultay hay'ati yana 6-oyning 26-kuni Germaniya yangi hukumati tashkillanish munosabati bilan Tayvanning Berlindagi ish bajarish o'rnida o'tkazilgan Germaniya saylamidan keyingi Germaniya Tayvan munosabatlari temasidagi yig'inga taklif bilan qatnashib, yig'in jarayonida Germaniya parlamenti tashqi ishlar komitetining a'zolari va boshqa parlament a'zolari bilan uchrashib, bir yurish lobby faoliyatlari elib borgan. 26-iyun Dünya Uyghur Qurultayidan bir heyet Amerika Davlat Majlisida Tibetlarning diniy doisi Dalai Lamaning 90 yoshga kirgan tug'ilgan kun marosimida qatnashgan. Dünya Uyghur Qurultayining oliy maslahatchisi Ömer Qanat, Qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas va Dünya Uyghur Qurultayining Amerikadagi vakili Abdulhakim Idrislar alohida taklif bilan qatnashgan mazkur marosimga AQSh Davlat Majlisi a'zolari, Amerika Avam Palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonim, hukumat amaldorlari, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, Tibet tashkilot rahbarlari va shundaqla har qaysi shtatlardan kelgan yosh Tibet faoliyatchilaridan bo'lib ko'plagan kishi qatnashgan. Xalqaro Tibet harakatining sohibxonligida o'tkazilgan marosim AQSh Avam Palatasining tashqi ishlar mas'uli Makkavul apandimning riyosatchiligida boshlangan bo'lib, faoliyat jarayonida Qurultay hay'ati mustamlika ostidagi aziz vatanimizning hozirgi vaziyatini anglatgan va shundaqla Uyg'urlar bilan taqdirdosh bo'lgan Tibet xalqi bilan hamkorlikning muhimligini ta'kidlashgan. Mushu ayning 22-kunidan 26-kunigacha davomlashgan Shveysariyaning Syurix shahrida o'tkazilgan Dünya axloq munbiriga Dünya Uyg'ur Qurultayi yoshlar komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvona Ilhom Uyg'urlarga vakolatan qatnashgan. Bu munbarga dunyoning har qaysi joylaridan o'xshamagan irq va davlatlardan kelgan qatnashchilar 2025-yillik Dünya axloq munbiri uchun Syurixga yig'ilib, navbatda dunyoda bo'layotgan muhim temalarni va yig'in qatnashchilar tomonidan o'ttirib qo'yilgan savollarni muzokara qilishgan. Dünya axloq munbirining bu yilgi yig'ini Yer sharining hayotligi degan bosh temani cho'rida muloyiza ilib borgan.
Munbar ishtirokchilari azob, umid, kuch munosabati va insoniyatning qaysarlik ustida muloyiza ilib berib, taqim cho'nqur dialog qurilmalarining faqat bilim oshirishla emas, balki dunyoviy mas'uliyatni o'rtaq his qilish va tajriba almashtirish ekanligini ko'rsatib bergan. Rizvona Ilhom xonim bu munbarda ilib berilgan 4 kunlik muloyiza jarayonida Sharq Turkiston xalqining duch kelgan fojialik taqdiri, Uyg'ur xalqi yashayotgan insoniyat tarixidagi eng ichinishli qirg'inchiliklar va Sharq Turkistonning vaziyati, Xitoy hukumatining ilib berayotgan qirg'inchiliklarini tanishtirib o'tgan. Bu munbar jarayonida ilib berilgan bir ta'ziya marosimida navbatda Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urning jazo lagerlarida, turmalarda majburiy emgak silinayotganligini, bugun bu yerdagilar dunyodagi barliq ziyonkashlik uchirg'ichlarga qarata simvol xarakterlik bir ta'ziya ilib borgan mushu minutlarda Sharq Turkistonda minglagan buvoqlarning onasining qornida pilonliq tug'utnomida qatl qilinayotganligini, turmalarda yoki lagerlarda o'lganlarning bundoq bir ta'ziya marosimi bilan dafn qilinolmaydiganligini, muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning bo'lsa, vatanda vafot bo'lgan ota-ona, urug' tuqqanlarning dafn marosimlariga qatnashish imkoniyatining yo'qligini, hatto ba'zi siyosiy faoliyatchilarning ota-ona, urug' tuqqanlari vafot bo'lsa, uydagilarga telefon qilib tasalli berish imkoniyatining yo'qligini, agar undaq qilsa, vatandagi tuqqanlarning hayoti xavfga uchraydiganligini va Xitoy hukumatining o kishilarni faqat chet eldagi tuqqanlar bilan telefonda ko'rishganlik uchun turmalarga solaydiganligini anglatganida, munbar qatnashchilari bugungi kunda mushundaq bir vahshiylikning borligini anglab hayron qilishgan. Rizvona Ilhom bu munbarga Uyg'urlarga erkinlik, Tibetlarga erkinlik, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat degan xatlar tushirilgan mayka kiyib borgan bo'lib, bu yig'in jarayonida ba'zi yig'in qatnashchilari Rizvona Ilhom apargan o'xshash xatlar besilgan maykalarni kiyishib munbarga qatnashgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.